Shuhrat, yaxshimisan? Ha, yaxshi, o'zing yaxshi yuribsanmi? Yaxshi. O'rtoq, sen maktab bitirgandan beri qoringni ko'rsatmaysan. Ko'rishmaganimizga qancha bo'ldi? 10 yildan oshib ketdi-ku. Unaqa emas-da. Basharing ham esimizdan chiqib ketdi. Bir Telegramda ham bu narsa yozmaysan hech. Qayerda? Mana o'tgan hafta ham, undan oldingi hafta ham yozyapman-ku mana gruppada. Juma muborak deb tashlab qo'yganman. Jaqa oila topgan ekansan. Qanaqa yuribsan? Umuman bolalarni ko'rmaysan ham, o'zing ham ko'rishmaysan ham. Endi har kuni davlat ishida bo'lgandan keyin bo'sh vaqtim bo'lmaydi. Mana bugun bo'shman. Bo'ldi, bo'lmasam seni bo'sh kuningga bugun choyxona qilamiz, yetib kelgin. Bo'pti. Kechikmasdan kelgin. O'zi nech pul aylanayapti? Shu 100 ming 150 aylanadi. Ha. Puling bormi? Bor, pulim bor. O'zi shu mahallaning choyxonasimi? Shu mahallaning choyxonasi. Ha, bo'ldi. Mashinasi yomon-da, choyxona qilaylik desalar deb 4 kilo osh yetib qo'yganmiz hozir. 4 ta odam kelmadi hozir. Ular kelganda sal osh normal deb yetadi hammaga hozir. Ko'p qilib qo'yamiz-da. Zoqti ish chiqib qolibdi. Unda choyxona pulini beryaptim men. Ha, to'g'ri. Shunaqa desam, akani jo'nataman deb. O'zi kelmasa ham pulni jo'natsa bo'ldi bu bolalar. Goh chopildik, goh aralandik, yiqilganda sal yaralandik. Sinovlarda ko'p saralandik, haqiqiylar biz bilan qoldi. Soxta do'stlar sekin yo'qoldi, haqiqiylar biz bilan qoldi. Yo tavba, o'rtoqlarim bilan 10 yildan oshiq ko'rishmaganimga hammasi o'zgarib ketibdi. Hali ham yoshdi. Men kelmaganimga qarib ketibman. O'zi choyxona kelib turishgan ekanda. Yaxshigina o'zgaribdi bular. Ana hakimmikin? Mana Sadiq bo'lsa kerak. Mana qayinmikin? Mana stochniy barat bo'lsa kerak. Shuhrat, O'rtoq xafa bo'lmagin, odam emas ekansan. Sen uchun choyxona qildik, kelmading. nima deyapsan? Kecha bordim, o'zlaringdan o'tirdim. Kelmading-ku, mazgi. Hamma o'zgarib ketibsan. Sen yaxshi pensiyaga chiqsang ham ko'zimizga ko'rinmagan homni gruppadan ham yo'qolib qoldi. Alo. Unda men kecha kimlar bilan o'tirdim?